Joriy yilning 17-avgust kuni soat 11:05 o'tganda ijtimoiy tarmoqlar orqali Andijon shahar Sadoqat mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan shu hududdan o'tgan kanalizatsiya quvurida tiqilish hosil bo'lganligi sababli badbo'y hid chiqayotganligi bo'yicha murojaat e'lon qilingan. Mazkur murojaat bo'yicha Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mutaxassislari tomonidan kelib o'rganilganda hududdan o'tgan kanalizatsiya quvurida tiqilish hosil bo'lganligi aniqlandi va hozirda ushbu quvur tozalanib, murojaat ijobiy hal etilganligini ma'lum qilamiz. Kanalizatsiya quvuridan foydalanuvchi fuqarolarimizga shuni eslatib o'tmoqchimizki, kanalizatsiya quvuri bu axlat qutisi emas. Bundan oqilona va to'g'ri foydalanishingizni so'raymiz.